Yaxshisi qaysi? YTTmi yoki MTJ? Bu savol biznes boshlamoqchi bo'lganlar orasida juda ko'p uchraydi. Biz MTJ nima uchun ko'p holatda YTTdan yaxshiroq ekanini tushuntiramiz. Birinchisi, bu javobgarlik darajasi. YTTda siz va biznes bir butun hisoblanasiz. Agar biror narsa noto'g'ri ketsa, barcha shaxsiy mol-mulkingiz bilan javob berasiz. Uy, mashina, maishiy texnika va hokazo. MTJ bu alohida yuridik shaxs. Sudda yutqazingizmi, faqat biznes aktivlarini yo'qotasiz. Shaxsiy mol-mulkni emas. Haqiqiy misol, bitta YTT mijozi katta buyurtmani to'lamadi. Natijada qarzlar to'plandi, oqibati sud va shaxsiy mulkka ta'qib. Agar bu MTJ bo'lganida bunday bo'lmasdi. Ikkinchisi, kengaytirish imkoniyati. MTJni sotish, investor jalb qilish, sheriklar kiritish yoki egasini almashtirish mumkin. YTTda esa hamma narsa bir odamga bog'liq. Hech qanday ulush ham yo'q, erkinlik kam. Uchinchisi, ishonch. Katta mijozlar, tenderlar va yetkazib beruvchilar uchun MTJ bu seryozni biznes sifatida qabul qilinadi. Ular biz bilan kompaniya ishlayapti deb o'ylashadi. YTT esa oddiy shaxs sifatida ko'riladi. Xulosa, MTJ ko'proq imkoniyat, kuchliroq himoya va kattaroq ishonch. Lekin shu bilan birga ustav, soliq, hujjatlar, hisobotlar kabi masalalar ko'p va aynan shu yerda yurish kerak bo'ladi. Boshidanoq to'g'ri yo'lni tanlash uchun bizga murojaat qiling. Biznesingizni ro'yxatdan o'tkazishda va mustahkam huquqiy poydevorda qurishda yordam beramiz.